Xo'p, bolajonlar, bugungi darsimizda qiziqarli so'z o'yinini o'ynaymiz. Savollar yozilgan doskamizda stikerlarga javoblarini topamiz. Faqat savollar bor xolos. O'ylang va javobini toping. Birinchi kim chiqadi? Hanifa. Bitta stikerni ol qo'lingga. O'qi. Qaysi narsa suv ichadi, lekin hech qachon chanqamaydi? 1 daqiqa vaqt. Tuya. Orqasini o'girchi. Tuproq yer. Javob noto'g'ri. Bayazid. Bitta savolni ol. O'qiymiz. Qaysi savolga hech qachon ha deb javob berib bo'lmaydi? Qaysi savolga? O'ylab qo'ydik-ku. O'ylanishga arziydigan savol. Topolmadikmi? Da. O'qiymiz. Siz uxlayapsizmi? Siz uxlayotganingizda ha deya olmaysiz, to'g'rimi? O'tiramiz. Endi Javohir. Qaysi narsa yuradi, oyoqlari yo'q? Qaysi narsa yuradi, oyoqlari yo'q? O'ylab ko'ramiz. Qushlar uchadi. Yo'q, yuradi. Yuradi, oyoq yo'q. Ilon. O'qiymiz. Soat. Jasmina. Qaysi narsa gapiradi, lekin tirik emas? Nima gapiradi, lekin tirikligini his qilmaydi. Radio. Qarangiz. Qaysi narsa qanchalik tozalansa, shunchalik iflos bo'ladi? Hop. Suv. Latta. Shunaqjon. Qaysi narsa og'izsiz gapiradi, quloqsiz eshitadi? Hop, o'ylab ko'ramiz. Quloqsiz eshitadi. Jamila. Gapiradi, quloqsiz eshitadi. Topolmadingmi? Hop, varaqning orqasini o'qiymiz. Kitob. Kitob sani ham eshitadi, ham birga suhbat quradi.